Bugungi obzorimizda kubik Rubik 2 deb o'ylashi mumkin buni ko'p kishi ko'rinishidan, lekin bu 2 emas. Mana shunaqa ichida mayda elementlari bor. Buni nomi adashmasam Puppet V1 bo'lsa kerak. Ya'ni shunaqa ko'rdim adashmasam. Xullas buni noodatiyligi shunaqa ekanki, buni oralarida yana mayda elementlari bor ekan. Mana shunaqa ko'rinmas elementlari bor ekan. Ko'rindimi yo'qmi? Xullas mana shunaqa mana bunga o'xshash kichkina mayda kubikchalari bor ekan ichida. Shunaqa noodatiy kubik Rubik ekan. Buni yig'ishni to'g'risi bilmayman o'zim ham. Hozir mana yig'olmay turibman. Haqqa aylantirishga ham mana bo'lib topib oldim. Ko'rinishdan 2 lekin bunaqa qo'shimchalari ham bor. Shunga o'xshashini ko'p kishi tashlagan edi, 5-6 kishi tashlagan edi. Men xuddi o'shandan zakaz qildim deb o'ylabman, lekin bu unaqa emas ekan. Uni ichi ham aylanardi. Mana bu yerda yana shunga o'xshash bo'lakchalari bor edi, o'sha ichi ham aylanardi. Men xuddi o'shandan zakaz qildim deb o'ylab xursand bo'lib turgandim, lekin ne ko'z bilan qaramayki, mana shunaqa kubik Rubik chiqib turibdi. Mayli, bu ham kolleksiyaga qo'shilib qoldi. Unisini ham olamiz, xudo xolasa. Xo'p, buni narxini 63 ming